Assalomu alaykum hammaga. Yangi yilda yangi mazkur avtomobillar qilindi. E'tiboringiz uchun Jag X200. Birinchi avtomobilimiz refrigerator butka bo'lgan. Pulsovoy haroratlar uchun mo'ljallangan bo'lib, sut mahsulotlari uchun tayyor qilib berganmiz. Panelning qalinligi 7,5 sm bo'lgan. To'liq vazni esa 420 kg bo'lib, uzunligi 3,10, eni 1,65, balandligi 1,8 metr bo'lgan va ichki hajmi esa 9,5 kubometr. Ikkalasi ham deluxe sborka asosida bo'lgan va ikkalasida ham pollariga birinchi qatlamli finskiy displey va alyumin list tashlangan. Qalinligi esa 1,2 mm bo'lib, butun holda tushgan. Yon eshiklarning qalinligi 8 cm sendwich paneldan bo'lgan. Orqa eshiklari esa 5 cm karkas sborka asosida bo'lgan. Kimga shunaqa buyurtma asosida yuk, izotermik furgon kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hurmatli Termatrak.